Ushbu videoda men politsiyada serjant bo'ldim, ya'ni 2 rang ko'tarildim. Va buning uchun men bir nechta savollardan va zaifka orqali o'tishimga to'g'ri keldi va sizlarga ham shu narsani qanday qilishni va qanday rang ko'tarishni o'rgatib o'tmoqchiman. Qani bo'lmasa biz videoni boshladik. Va do'stlar, savollardan, ekzamenlardan o'tish uchun avvalambor Discorddan rol olish kerak, ya'ni serverga qarab va bizda hozir rol bor. Agar sizda ham shu bo'limlar yo'q bo'lsa, demak sizda rol yo'q. Rol olish uchun esa shu boshqa videolarimizni ko'rishingiz mumkin. Biz rol olish haqida ham video chiqarganmiz. Va do'stlar, bu yerda общая informatsiyaga kiramiz. Va bu yerda mana sistema повышения MVD va RP отыгровка turibdi do'stlar. Biz bu yerda sistema повышения kiramiz va mana bu yerda hozir bizga 1-2 kerak, ya'ni birdan 2 rangga o'tish haqida hozir ustav bilan UKRF turibdi. Shu ikkita ekzamenni topshirib olsak bo'ldi ekan do'stlar. Va qiziq savol, bularni qayerdan topsa bo'ladi? Kommentariylarni ham o'qib chiqdim va telegramlarda ham yozadi, qayerdan topsa bo'ladi, o'rgating deb. Va hozir men buni o'rgatib o'taman do'stlar. Va hozir bu yerdan chiqamiz. Bu yerdan chiqqanimizdan keyin mana pastda RP отыгровка turibdi. Shu RP отыгровкада konvoy keyin o'sha KPK, KPZ, ya'ni qanday qamashlargadir, masalan shtraf, hamma qoidalar turibdi. Biz buni to'liq ko'rsata olmadik, lekin shu yerga rol olib kirib, shu yerda bemalol ko'rsangiz topa olasiz do'stlar. Va mana bu yerda hozir shtraf bilan body kameralar ko'rinyapti, qolgan narsa ko'rinmayapti. Shu yerda hammasi bor. Mana ustav MVD, shu yerda ustavniki bor, MVDniki. Endi bu yerga kiramiz, mana xuddi shu tekstni kopirovat qilib olamiz. Va do'stlar, yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Hozircha meni rangim 1, ya'ni meli serjant. Ko'pchilik shu shubha bo'lmasin deb ko'rsatib o'tyapman. Boshdagi esa u ekzamendan keyingi video edi do'stlar. Va hozir biz endi ekzamen topshiramiz va shu 2 rangga o'tganimni keyin ko'rsatib o'taman do'stlar. Va do'stlar, biz yana bir eslatmamiz bor bizda, ya'ni oldingi kanallarimizcha o'zgarish qildi. Ya'ni Milan chat, ya'ni shu chat bilan, ya'ni 201 ta a'zo va boshqa kanalimiz bor. Va do'stlar, shu ikkita kanalga bemalol qo'shilib qo'yishingiz mumkin do'stlar. Bu kanalga qo'shilganlaringizda sizlarga ikkita kanalni chiqarib beradi botimiz. Hozir ko'rsatib o'taman. Mana Telegram kanal, Telegram chat, Instagram o'zimizga shaxsiy, Telegram chat shu chat bo'ladi do'stlar va Telegram kanal. Bolalar, bizani Telegram kanalimiz endi shu kanal bo'ladi. Hozirda 51 ta a'zosi bor, obunachisi. Boshqa kanallarga aldanib qolmanglar do'stlar va ushbu kanalga qo'shilinglar. Qiziqarli videolar, o'sha konkurslar yoki bo'lmasam har xilga postlarni shu kanalga joylab boramiz do'stlar. Albatta bu kanalga qo'shilsanglar, men asosiy faoliyatim va asosiy ishlarimni shu kanalda olib boraman do'stlar. Shunday qilib do'stlar, biz ekzamenni boshlash uchun tayyorlandik va mana hozir biz Zdravia Jalayu deb shu salom berishdan boshlaymiz. Va aytamiz, mana nima xohlaysan, ya'ni qaysi ekzamen demoqchi. Biz ustav bilan UKRF deymiz. Hozir bizga aytadi qaysi biridan boshlashimizni. Начинайте UK deyapti. Va do'stlar, shu joyda kulgili holat, menda UKRF yo'q edi. Buni shu ekzamen vaqtida bildim va men aytdim, birinchi ustavdan boshlasak deb aytdim. Va u ko'ndi, lekin shu joyda menga o'zimni Telegram botim yordam berdi va Telegram botdan foydalanishga qaror qildim. Xo'sh do'stlar, endi biz mana ustavdan deb so'rayapmiz, qanday javob berar ekan. Ladna deyapti. Yaxshi bo'ldi. Xullas biz ustavdan boshlaymiz. Endi bu aytsa bo'ldi. Начинайте ustav deyapti. Ana hozir 1-1 deyapti. Ya'ni 11 xvorda 1-1 deyman deb
mana bir dedi. O'sha mana lekin shu buni ozgina yomon tarafi bor. Teksti sig'may qolishi mumkin ekranga. Shu joyda nima bo'ldi ekan deb xavotir bo'lmanglar. Shu tekstni o'rtarog'idan olib turib juda qirq qilib yuborsanglar bo'ldi. O'tkazib yuboradi. Mana qirqqaningizdan keyin o'sha tekst sig'ishni boshlaydi ekranga. O'sha hammasini endi shunday qilsalaringiz ham bo'laveradi, chunki birinchisi sig'madimi, o'sha qolganlari ham sig'maydi. Mana menda ham hozir sig'mayapti va buni kesamiz. O'chirib tashlaymiz ana shu joydan. Endi yaxshilab e'tibor bersanglar, o'sha kerak emas ortiqcha anaqa yozuvlar bo'ladi. Mana bir tugatib, bir to'r deyapti. Xo'sh, bir to'r bor ekan. Agar yo'q bo'lsa, net informatsiya desanglar ham bo'laveradi. O'sha bu qonunda shunaqa net informatsiya. Xo'sh, mana bunda osonroq bo'ldi. Bir to'r. Xo'sh. Yana qaysini aytar ekan-a? Qarab turamiz. Vau, mana поздравляю, вы сдали устав. O'sha ustavdan o'tding deyapti. Tabriklayman deyapti. Xuddi shu joyda skrinshot qilib olish kerak, ekranni skrinshot qilib. Va mana hozir biz ekranni skrinshot qilamiz. Va mana ekran skrinshot qilib oldik. Endi biz spasiba deb chiqib ketmoqchi bo'lsak, UKRF deydi bu. UKRF yo'ligini boshida biladi o'sha. Yozuvdim, e'tibor bermabdi. Xo'sh, UKRF net deb xullas bu yog'ini tezlashtirib yubordik. UKRF netu можно deb turib 5 minut so'radik. Oho, начинайте 13. Уже bu nechinchi aytishimda ham o'sha aytib yubordik. Xo'sh do'stlar, endi biz bilasizlar, o'zimizning botimiz bor, ya'ni bilan Grand bot degan o'shanga kirdik va bu yerda UKRF bor edi, o'shandan foydalandik do'stlar. Bu ozgina qiyinchilik tug'dirdi, lekin uddaladik. Sizlarda ham shunaqa ustav, UKRF, xullas shunga o'xshagan qoidalari yo'q bo'lsa, bemalol shu Telegram botimizdan foydalanishingiz mumkin do'stlar. Bepul bu botimiz do'stlar. Va hozir biz chaqiramiz endi. Hurmatli polkovnik, adashmasam bu. Hurmatli polkovnik, keling endi oldimizga. Xo'sh. Doimgidek salomlashishdan boshlaymiz. Здравия желаю deyapti. Начинайте deyapti. Bu ham bilib turgan ekan. Здравия желаю deymiz biz ham. Здравия желаю deb turib ana. Xo'sh, endi bu yerda bu aytish kerak, ya'ni raqamni kutamiz. Qani nima der ekan? Kutamiz. Xo'sh. Yo meni kutyaptimi bu? Yo. Meni kutmayapti. Bu menimcha shu semiyasi bilan yozishyapti. Bir tarafdan yaxshi. Tezroq o'tkazib yuboradi ekzamen vaqtida. Mana Brain Suyus ekan, xuligan nomer 1 chota semiyasi o'zbek semiyaga o'xshayapti. Buni ham o'zbek deb o'ylayapman men. Ну, balkim. Xo'sh, начинайте UKRF va nihoyat men tayyorman, brat. 12:2 mana 12:2 bor ekan. Deb olib kelamiz. Mana bu yerda kopirat qilamiz. Mana shu bot Grand Mobile bot. Mana 12 bu oson. UKRF doim oson bo'lgan, chunki matni oz. Qisqa va lo'nda deydi-ku, o'shanaqa gap. Xullas, keyingisi necha deyapti? 3:1 mi shunda? 3:1. Aha. 3:3 degan ekan.
Xo'sh, 10 sekund afv ko'p qoladi. To'g'ri. Afv ko'p qolganman. Buni nasrida o'yindan chiqib ketmasligim uchun 10 sekund vaqt deb qo'ydi taymer. Mana men o'sha 3 vo ana do'stlar, поздравляем, вы сдали UKRF deyapti. Bundan ham o'tdik, endi biz screenshot qilib olamiz. Va mana bu do'stlar bo'ldi. Birdan ikki rangga o'tish uchun barcha ekzamen topshirdim. Endi biz esa zaifga tashlaymiz. Qani ketdik. Do'stlar, biz hozir ekzamenni tugatib oldik, screenshotlarni olib oldik, ko'rdinglar o'zinglar ham. Va hozir biz kadroviy razdelga kiramiz va bu yerda raport na повышение turibdi. Shunga bosamiz. Bu yerda o'sha rangingizni ko'tarasiz, o'sha screenshotlar orqali. Oldindan eslatib o'tay do'stlar, rangni ko'tarmasdan oldin o'zingiz profilingizga o'tasiz. Menyuga o'tganimizdan keyin bu yerda biz mana bu MVDyo Milan Markus 1 turibdi, shuni 2 qilib qo'yamiz do'stlar. 2 qilmasangiz bo'lmaydi. Rangingizni ko'tarmasligi ham mumkin, shuni bahona qilib. Shuning uchun va kadroviy razdelga kirib turib, rang ko'tarish bo'limiga kiramiz. Xo'sh, boshladik. Birga Milan Markus 2ga ne qilamiz? 1 qilib turib 2 qilamiz, bo'ldi. 3 deb turib, hozir 3 deymizda, nije qilamiz, bo'ldi. 4 qilamiz. Xo'sh, starshi sostav kerak bizga. Starshi sostav MVDyo mana turibdi, bosamiz. Xo'sh, endi biz mana bu yerda mana bu ikkita screenshotimizni olamiz va tashlaymiz. Bo'ldi. Tamom. Hozir jo'natilyapti. Va mana do'stlar, o'sha mana jo'natildi. Endi biz biroz kutamiz. Kutganimizdan keyin bizniki shu arizamizni tasdiqlagandan keyin o'yinga kirib ko'ramiz. Agar rangimiz ko'tarmagan bo'lsa, so'raymiz. Men shu ekzamen qildim, ariza tashladim, rangimni ko'tardi desangiz ko'taradi. Agar screenshotlarsiz tashlamasangiz, umuman screenshotingiz yo'q, ekzamen o'tmasdan rang ko'tar deb so'raysiz, sizni ishdan bo'shatib yuborishi mumkin do'stlar. Mana do'stlar, biz hozir Discordga kirsak, uje mana bizni zaifkamiz tasdiqlab qo'yibdi. Mana Brainsius hozirgi bizdan ekzamen olgan odam bizni zaifkamizni uje tasdiqlab qo'yibdi. Demak, hozir birozdan so'ng mana rangimni ko'tarib beradi ikkiga. Mana serjant qilishdi, ya'ni 2 rangga ko'tarishdi. Lekin eng qizig'i, qonunlar, qoidalar o'zgargani uchun 2 rangda faqat mashina minish dasturi bor ekan. Yo oldin ham shunaqamidi? Yo'q, unaqa emas edi. Yo'q, menimcha to'g'rimi? Mana adet narushnik dostupni. Вообще hech nima dostup yo'q ekan. Shuning uchun endi biz 3 ga ko'tarilishimiz kerak tezroq. Va do'stlar, bu bizani ikkinchi qismimiz bo'ladi. Ya'ni oldingi videoyimizda biz shu MVDga ishga kirishni chiqargandik. Endi bu ikkinchi qismi, ya'ni 1 dan 2 ga ko'tarilish. Endi do'stlar, biz 3-chi qismini olamiz.